Savol. Ba'zilar solihlarning qabrini ziyorat qilish bid'at, ularni vasila qilish shirk deydi. Bu xususida ahli sunna ulamolarining fikri qanday? واسمعوا إلى هذه القصة لا يذكرها شيخ صوفي. Mana bu qissaga bir quloq soling. Uni masjidning bir chetini maskan tutib olgan sufiy shayx so'zlab bermayapti. Uni hadis ahlining imomi Imom Zahabiy so'zlab beryapti. Uni Ibn Sa'd o'zining Tabaqat asarida ham so'zlab bergan. Uni tarixchi va muhaddislarning ko'pchiligi aytib bergan. Imom Buxoriy vafot etdi va qabrga qo'yildi. Keyinroq yomg'ir yog'may qo'ygani sababli Samarqand ahli bir muddat qurg'oqchilikdan azob chekdi. Shunda solih bir kishi Samarqand qozisining oldiga kelib bunday dedi: "Sizga bir taklif aytmoqchiman. O'zingiz odamlarga bosh bo'lib Imom Buxoriyning qabri oldiga chiqsak va o'sha yerda Alloh taolodan yomg'ir so'rasak, shoyatki Alloh bizga yomg'ir yog'dirsa." Odamlar va ulamolarning e'tiqodini mulohaza qiling. Albatta, Imom Zahabiy bu qissani tanqidiy nuqtai nazardan emas, balki Imom Buxoriyning odamlar va Alloh azza va jallaning nazdidagi qadrini bizga bildirib qo'yish uchun so'zlab bergan. Boyagi odam qoziga: "Menda bir fikr bor. Odamlarning hammasini Imom Buxoriyning Samarqanddagi Xartang qishlog'ida joylashgan qabri oldiga olib chiqsangiz va uning qabri oldida Alloh azza va jalladan yomg'ir so'rasak, Alloh azza va jalladan yomg'ir so'rasak, Alloh taolo bizga yomg'ir bersa ajab emas", dedi. Qozi unga: "Bu qanday ham yaxshi fikr", dedi. Bu qissa ishonchli kitoblarning barchasida kelgan. Shunday qilib odamlar Imom Buxoriyning qabrining yoniga chiqdi. Imom Zahabiy rahimahulloh bunday deydi: "Odamlar uning qabri yonida istisqo namozi o'qidi. Ular yig'lab Imom Buxoriyni vasila qildilar va Alloh azza va jalladan yomg'ir so'radilar. Alloh azza va jalla Samarqand ustidan mo'l ko'l qilib yomg'ir yog'dirdi. Samarqand va Xartang ko'chalarini suv bosgani uchun odamlar 7 kun uylaridan tashqariga chiqa olmay qoldi." Imom Buxoriy rahimahullohning qabri yonida o'qilgan istisqo namozining barakasi tufayli Alloh azza va jalla mo'l ko'l yomg'ir yog'dirdi. ببركة الاستسقاء عند قبر الإمام البخاري رحمه الله تعالى.